Ханумlar va janoblar, добрый вечер, дорогие дамы и господа, уважаемые гости. Balandroq azizlar, balandroq kanatlarini ko'tarib sovg'alar. Eksiyatda gibrid hozir bizning oldimizda namoyish etilmoqda va uning nafis hamda mukammal tashqi ko'rinishi meni hayratga solmoqda. Va bu moshinani 100% sifatli va nafaqat O'zbekiston markazida butun O'rta Osiyo uchun eksport qilishga biz xudo xolisa bir yilda tayyor bo'lamiz va 100% ishlab chiqargandan so'ng bu mashinaning eng asosiy narsasi O'zbekistonda 20 tadan ortiq, yana qaytarib o'taman, servis bo'ladi. Garantiyli servislar bo'ladi. 插混 SUV 一起见证它的非凡魅力。 И это означает, что 让我们以 Keep Young Keep Fun 为品牌理念为指引，并肩前行，共创辉煌，共同书写凯翼在乌兹别克斯坦的精彩新篇章。 Mana yana keldi payt sensiz olis bulutlar kezishga. Mana yana gulladi urik seni negadir g'amgin. Bilaman salim og'ir, meni ham harakat qil shungan. Bundan oldin trekker haydardim. Trekker bilan buni yer bilan osmoncha farqi bor. Juda ham yumshoq, 7 kishi bemalol sayohatga chiqsa bo'ladi oilaviy. Mashinaga o'tirganda bizni notekis yo'llarimizni baribir mashina shunaqangi bosib o'tyapti. Ancha yumshoqda. Kobaltlar bilan solishtirsa, ulardan ancha yumshoq ayta olaman. Narxiga arziydimi? Narxiga albatta arziydi. Nimaga arzimaydi? Chunki 7 ta mestalik, ichki komfort, tashqi dizayn jihatdan. Undan tashqari benzin rasxodlari ham ancha yaxshi. Hozirgi kunda misol uchun 4 oy bo'ldi haydayotganimga 8-8,5 litr atrofida benzin sarfi shunaqa. Hamma nimalari bor. Full variant. Bitta bosqichda, masalan, shu 7 ta odam full variant, o'sha ovozli lukni ochish, ovozli orqa nimalarni, bagajni ochish, mana o'tirgan sidinalar o'zi ikkita oldida o'zi odamga moslashadi. Uni siz surib nima qilmaysiz? Avtomat ravishda suriladi. Mashina o'chgandan keyin avtomat ravishda sidinani orqaga surib, sizni uchishingizga bemalol joy qoldiradigan shunaqangi aqlli mashina ekan.
kun 4 kunda bir maza qilmayapman. Iloji bo'lsa har kuni yursam juda yengil, yurishlari juda ham a'lo darajada ekan. O'ylab chiqargan kompaniya rahbarlariga juda ham katta rahmat deyman.